Yo, bor ekanmi bugungi 70 yoshli erga tegib. Qani yur xabar olaylik. Buvi, Voy, xush kelibsizlar. buvi siz 70 yoshda qanaqa? Eng chiroyli ayol bu homilador ayol, tushunarlimi? Nimaga boshqarong'i bo'ldingiz? Mashina haydashga? Sizni proviz yo'q-ku. Voy, zo'r ekan. Qizim, qaraganda buvingni faqat gap so'z emas, taksi ko'zi ham betib turib bo'lar ekan. Ye, cholis keldilar. Voy, buni qana qochadi, kutib olishim kerak. Bizni sevgimiz boshqa Men bilan sizga. qo'ysinlar sevishaylik. Shunda bu kelin salom-da-ya. Yo, bu kampir salom qizim. Qo'lingizni bering, yuring. O'zim sizga dimlamalarni dimlab, kartoshkalarimdan bir mazali o'tirib ovqatlanaylik. O'ziz Chol, protez qo'lim olib ketib qoldingizmi? Buvi, kirlaringiz ko'payib ketdi. Yuvishga qiynalmayapsizmi? Bavi boru. Ye, siz ham bavi ishladasizmi? Buni tog'origa solib, ustidan qaynosiz solib, och kiyimlarni sovurib, yarim soatdan keyin yaxshilab chayib yuborsangiz, dog'larni yo'qotib, oppoq qilib beradi-ku. Yetgancha bu Germaniya mahsuloti. Qizim, shu gaplarni hozir gapirganingga necha pul ishlading? To'g'risini ayt. Birovni pulini hisoblamasdan mazaq ishlatsangiz joyi. Zebotur radomga boramiz, xolali bo'psan. Qanaqa men o'zimdan katta odamli bo'laman? Buving tug'ibdilar. Voy, buni shirinligini qalaysan? Ey, xolingni sallama, bu meni singlim. Voy, xolajonim, siz o'zim katta qilar ekanman-da. Sir bo'lmasa endi buni ismini nima qo'yasizlar? Endi shu yoshda bolali bo'lish o'zi bir mo'jiza, shuning uchun mo'jizaxon qo'ying. Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Kelinni salom qiladi. Kelinni bekor shahardan qildingiz-da. Bizning sharoitda yashovlarmikin? Nima deysiz? Между прочим, men mana shu Lyuboy qishloqda tug'ilgan qizingizdan yaxshiroq qila olaman hamma ishlarni. Nima ish qilish kerak? Davay ko'rsatinglar. Mayli, kelin. Faqat qo'shningizga o'tib ketdingiz-da, bu yoqqa kelib gapiring. Mana shu davolmi? Xo'sh, kelin pasha ertalabdan turib qiladigan ishingiz sizga sog'ish bo'ladi. Begona qilishi mumkin. U yoq bu yoqni qashilab, suvini berib, yemini berib, voy, yaxshi odam tepmasdi-yu. Qaysi qozonda qilsam ekan? Kattasida qila qolaman, shirin chiqsa kerak. Oyijon, nimaga qozoninglar ikkita? Ikkitada bittasiga molga ovqat pishiramiz. Kattasidan kichkinasidami? Kattasida-da. Yoqimli ishtaha. Mollaga somon beraymi? Men beraman. Zebo, u kichikadigan somon. Farqi Tanay yo'q. o'rganmagan, tosh bu yoqqa. Kuchi yetmaydi, bo'laydi bular. Rosta yetmas ekan. Oy, somon tashimayman, o'ling. Hamma yog'im qichib ketdi. Keliningiz zo'r raqsga tushar ekan-a? Palla kazaga. Somon rosta qichtar ekan, lekin yana nima ish qilish kerak? To'g'lan katakka haydash kerak. Mana biz bitto'g'ga. Ha, kelin, olov yoqib bo'ldingizmi? Ha, qilib bo'ldim mana. Kallan tiqmaslik kerak ekan. Qo'ying shu ishlaringizni. Umuman qo'lingizdan kelmas ekan. Zato men internetda ovqat zakaz qilishni bilaman. O, chestimga tegmang. Mana masalan kecha ham qo'shnidan bir qop pul olib uy oldingiz-a, endi 2 barobar qilib qaytarishingiz kerak. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy olganingizda 48 oyga bo'lib to'lasangiz bo'lardi. Hech kimdan qarz ham bo'lmasdingiz. Ha? Ne unda menga vaqtliroq aytmadingiz shularni? Siz ham sigir tepishini vaqtliroq aytmadingiz-ku? Battar bo'ling. Baraka toping, yaxshilab yezing. Hayot sizni qanaqa ezyapti? Ana shunaqa yezing. Ha. Men sizlarni ro'zg'oringizga to'g'ri kelmadim, uzr. Men shaharga ketmoqchiman. Yaxshi qolinglar. Oyi, xotinim qani ko'rmadingizmi? Ketdi ota-onasinikiga. Boshqa qiz topamiz. Oyjo, uzr, kechiring meni, qizishib ketdim. Men qo'moqchiman. Kechiramizda nima qilamiz boshqa? Rahmat. Unda molli qozonda qilingan ovqatni to'kiye birinchi bo'lib. Kesa. Ya to'xta. Eng keyingi farzand bo'lsang nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan. Lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xolasa o'shani qilishadi. Xolasi daraxtga chiqarib yuborishadi. Katta oping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping katta opingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yangi oldirasan. Qarindoshlaringdan faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa bormi?
Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishni ham opalaring sanga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringiz ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opangda. Qizim, oilaviy yig'ilib senga mana shu sovg'ani oldik. Oy. Mana pul berdim, mitim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinnini yoqib uxlab yoradi. Sani tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. Qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar biznesdan mezbon loyihasidan uy oldik. Amalga 18 yoshga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz. Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'yilgan. Dunyoni любой chekkasidan turib uy sotib olish mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin oyini oldida erkatoy haqiqiy oqsuy bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ulasanga nima laqab qo'ysa o'shasan. Oyijon, xush kelibsizlar ishxonamga. Voy, xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'yib tashlayman. Ey, shirin qo'y, asal. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz ushla. Yo'q, Tugadi ish vaqti ham. Bitta romantika qilib selfie tushaylik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana joy shirinda. O'g'lim, xotiningni olgin, meni qo'rqitiryapti. Xo'roz jonga tegdi-da. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Bilmagan narsani kesib tasharkan-ku bu. Qonxo'rcham, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan biri faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shini kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anatib kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir yo'q qo'ysam, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysam, passiv daromad. Uni ustiga lokatsiyasi ham zo'r. Menga o'xshagan sifatli materiallardan qurishyapti. Odam qizdiradigan go'sht ekan-a? Keliningiz bugun bo'g'u suyibdi. Bo'g'u go'sht ham sizda ommalashibdi-ku. Qo'shni kuchugim ko'rmadinglarmi? Silakda yuruvdi-da, yo'qolib qoldi. Zebo bu meni ham qizdiryapti-da. Bu tochli bo'g'u go'shtimi? Qani bir televizor ko'raylik, nima bo'lyapti ekan? Choy bilan qaynonasini zaharlagan gunohkor kelin. Ayjan choy. Bor yo'qoling. Nima, choy bilan zaharlamoqchimidingiz, a? Oyjon, hamma kelin bir xil emas-ku, kino bo'lsa. Kino ham hayotda olinadi. Bar sari qiri, yo'qal. Boshqa kanalga qo'yaychi. Qaynona va kelinni siq-sovuq qilgan haromxo'r qo'shni. Voy, iflos qo'shni-ey. Kelin, to'xtang. Endi kelin, menda ham ab yo'q. Hammam ana qo'shnida nimadir qilgan ekanda. Endi oyimni xafa bo'lmas, kinolar ko'rmasdan bo'lib qolganlar. Mayli, oy biza ketdik. Bo'pti, boringlar, quyonchalar. Yangiz boshlabdi-yu, qani? Onasidan xotinini ustun ko'rgan noma'qul o'g'il. Ha, xotin quli. Bexaka. Sevishmay o'laring. Sen ishingni yo'qot. Siz oshxonani tilingiz bilan yalab chiqasiz, boshingizda turaman. Bolangiz. Ha, oshxonani tozalab bo'lib qoldim. O, mana zo'r bo'lyapti ekanda. Onasiga telefonda qaynonasini yomonlagan iflos kelin. Kelin kim bilan gaplashyapsiz? Oyim bilan. Oyim bilan? Voy, oyingiz bilan meni yomonlayapsiz. Men beting qo'sin seni ana endi ham haydayman. Qaytib kelma. Kinolar o'zi hayotdan olinadi degani shu. Ol yig'ib turib ol xotiringni. Dugoningni to'yida kelin dugona bo'lsang nimalar bo'ladi? Makiyajim oqib ketyapti. Sen bugun uni ham salonchisi, makiyajchisi va xizmatkor cho'risi bo'lasan. Yo'q, yo'qdi. Hayajonlanib qolma. Yo'q, o'ng tomonda turaman, chap tomonidami? Qatingga kelib tur, o'zi o'sha yerda turaverasan. Hech nimani bilmasang ham bir amallab kelinni olib yurishing kerak. Siz yaxshilab qarab turing. Birinchi marta kelin bo'lishida hech nimani bilmaydi. Opa, men hech narsani bilmayman. Yaxshi tomoni fotosessiyaga ketayotganda seni birinchilardan bo'lib oldiga o'tkazib ketishadi. Sizlarni kim olib ketadi? To'yi boshidan oxirigacha mana shu jin urgur kelin ko'ynini sudrab yurasan. To'yxonada qornim og'rib qolsa nima qilaman? Hali to'y payti chiqib ketgan bitta ham kelinni ko'rmadim. Demak, hamma bir xil ish qiladim. Kamiga kelinni hamma sendan so'raydi. Kelin qani? Qizim qani? Kelin, kuyov bir-biri bilan ovora. Mana bitta kuyovni o'rtoqlari kelin dugonalarni o'rash bilan ovora. Zebo dugonam qani? Kelin yo'qolsa ham unchalik vohma qilishmaydi, lekin sen yo'qolsang hamma qidiradi. Sen bo'lsa to'yini o'rganib ketgansan. Zebo, qayerda yuribsan? To'yinaga bo'lajak chaqaloqinglar uchun kolyaska olishga keldim. Voy, shart masida qimmat bo'lsa kerak. Yo'q, unaqa emas. Uni o'zim marketda eng arzon narx kafolati bilan buyurtma qildim. Rostdan boshqa onlayn do'konlarga qaraganda ancha arzonroq. Eng maza joyi to'yxonaga borganda dugoningni istalgan pulga sotasan. 1 million bo'ladimi?
O'zi bunga bu ham ko'p, lekin menga pul kerak, shuning uchun 5 million berasizlar. Ya ishing eshikni. Pul sochishayotganda ko'zingga pulli shunaqa olovdek ko'rinadi. Qani edi yotib olib hamma pulni terib olsam, Eng qizig'i hamma ovqatlayotganda sen kulib turishing kerak ekan. Hamma o'ynayotganda endi turib o'ynayman desang. O'rtoq ketma, bitta o'zim qo'rqaman. To'y tugadi, hamma baxtli, lekin sen dugoningdan butun umrga ayrilding. Pak! Yoshlikda xolinikiga borsang nimalar bo'ladi? Quruq bor bo'lmaydi, uydan обязательно nimadir olinadi. Uyat bo'lmasin deb yoniga ikkita issiq non olinadi. O'zi ham mahallani boshidagi Naima xoladan g'iybat boshlanib, ertalabgacha davom etadi. Lekin men boshqa narsadan mazza qilaman. Men ikkita jiyanimni urishtiraman. Bir-birini tindalaganni oyisi ko'rib qolmasligi uchun qo'liga naski ham kiydiraman. Ana, men tengi xolavachcham ham keldi. Ustidagi kiyimlarim mani-ku, urishib qolsa yuziga solaman. Voy, bu mayli, o'g'il bola xolavachcham ham kiyyapti. Mayli, o'zi men ham erga tegib ketgan opasidan olib kiygan edim. Kiyim o'zligiga qaytibdi-da. Xolavachchalarim bilan umuman zerikmayman. Har xil o'yinlar o'ynaymiz, chodir yasaymiz va yana обязательно bitta qarindoshchi to'yi ko'riladi. Eng qizig'i bu oldin ham 4 marta ko'rilgan va doim to'y ko'rayotganda aytiladigan gaplar. Voy, qara, o'shanda Sayfulla doda tirik ekanlar. Nodira buvini qarang, o'lishlaridan 3 kun avval qanaqa beg'ubor yurgan ekan. Qoyil, to'y ko'rib ham yig'lasa bo'ladi-a? Ertasi kuni adam ruxsat bersalar, obedda ham qolib qiyinroq bitta ovqat qilinadi. Dasturxon, idishlar yog', kir bo'ladi. Kim yuvadi? Albatta ikkita qulvachcha. Har qalay uyligida bavi bor ekan. Tog'oraga qaynoq suv solib, bavini solib, dasturxonni ivitib, keyin sovinda ish qilaveramiz. Keyin idishlarni ivitib, suvda chayvorsak bo'ldi. Bu ishlardan keyin xolingni bitta aytishlari kerak gaplari bor. Deb rosa chaqqon qizda, shuningizni o'zim kelin qilaman. Va doimgidek bundan keyin men yig'lab ovqatlanaman. Pak! Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Vashshi sifatsiz uni nech pulga oluvdinglar buni? 75 ming nima edi? Kiydirib yuborishibdi. 15 ming nami nima edi? Xush kelibsizlar, kelinglar. Kelin mehmonlar. Ha, xush kelibsizlar, kelinglar. Nima qaryapsizlar? Menda hammasi original turetskiy. Voy o'zi, o'rganib qolmay xush kelibsizlar. Oyjon, oyimikiga 3 kunga borib keling. Yo'q, 1 kunga borasiz. Sizniki emas, meniki emas. O'rtasi 2 kun. 1 kun. Bor baraka 2 kun. Voy, boring keting. Rahmat. Shu oyoq kiyimim qisvatdi-da. Ovring bugina hali tashiydi. Voy, sizga nima? Voy, refleks bo'lib qo'yandi. Kelin, sizga yordamlashmoqchi edim. Kiyimimni alishtirib oling. Bo'ldi, voy, almashtiring. Voy, boshqa xonani nazar tutgandim. Voy, uzr. Odat. Zo'r turdimi? Chotki, yaxshi pullarga kiy. Klient jo'nataman deb o'ylama. Zebo, oq kiyimlarimni dabdalatishib ketyapti-da. Sen bozorda ishlaysan, qayerdan sotib olsam bo'ladi? Voy, yangi sotib olish shart emas. Tog'oradagi qaynoq suvga 9 ming so'mlik bamidan 2 ta dona solib, kiyimlarni solib 10 minut ivitib chaytashsam bo'ldi, yengidek bo'ladi. Bering bu yoqqa. Kislorodli tozalovchi-ku, bavi mutlaqo Germaniya xomashiyosidan ishlab chiqarilgan O'zbekistondagi nomer 1 tozalovchi vosita. Voy, biram zo'r kelinsiz, bozorchi kelin, barakali kelin ekan. O'zizga o'xshagan qiz yo'qmi? Kenjamga kelin qilardim. Bor, bitta shunaqasidan o'zim radnoy singlim. Ko'p yashing, baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Bu rostdan ham singdingizmi? O'xshamaydi, qop-qora bu. Endi men do'kon ichida savdo qilganman. Bu tashqarida quyoshda savdo qilganda ishingizcha qorayib ketgan. Oyijon, sizga shahardan kelin olib kelaman dedim-ku. Mana. Привет, mamul. Oy, o'zi yaxshi qiz ekan. Bo'pti. Bu satangchanga bitta imkon beramiz, borib ishlar qilsinchi. Oy, spasibki. Rahmat. Gulda kelinmisan, kelinda, ko'ryapsiz. Shok etmayapsizlarmi? Zaif, все хорошо-cha. Kelin ovqatga chiroyli narsa sopdi. Nima ekan bu bola, ha? Oy, sorry, bitta tirnog'im tushib qopti. Tinchlik, mana ne yig'layapsiz? O'g'lim, nechara kelinimni qara materialga pul yetmasdan yarmini tiktiribdi, kambag'allik kursini. Yo'q, men o'shanaqa kalta ekanman. O'g'lim, Ha? uyimizdagi oxirgi farishta ham ketib qoldi-yu. Kelin choyga nimadir salomidingiz? Oy, kiprigim tushib qopti. U sizda tabiiy nimadir bormi? Uni qo'ying, uy zooparkka o'xsharkan, hamma hayvon bor. Ha, o'g'lim yaqinda yangisi olib keldik-ku. Uy, qani? Mana. Qaysi gunohlarim uchun shunaqa kelin menga uchragan? Kulmang, cheksiz o'tib ketadi. To'g'ri. Hali shu kerak, kim cheksan? Yaxshi, qo'lingizni endi elektronik. Ha,
bo'pti, kelin qilaman, amillading. Rahmat. Ovqatda jun nima qilyapti? Voy, qo'shim tushib qopti. Sizatang joni bir tabiiy joying bor. Shoshmay tur. Seni o'g'limga tanishtirgan uychisi yaxshi